Xonanda Botir Qodirov javobgarlikka tortildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik huquqini to'lamasdan she'rlarini qo'shiq qilgani uchun Adliya vaziriga shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligining Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin sadoyi taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlating borida omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalangani aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi mualliflik huquqini va turdosh xalqlarni buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirib tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasining birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan muallif yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar ko'rishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lashi lozim bo'lgan tovonni to'lashni talab qilishga haqli hisoblanadi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.